Ran opa, erim meni eshitgisi kelmaydi. Bu holat jahlimni chiqaradi. Ba'zan meni yaxshi ko'rmasalar kerak deb o'ylab qolaman. Azizam, siz suhbatni nima mavzuda gapirayotganingizga ham e'tibor berib turing. Siz gapirayotgan mavzular turmush o'rtog'ingizni ham qiziqtiryaptimi yoki yo'q? Negaki ba'zi ayollar nafaqat eriga, yonidagi suhbatdoshiga ham qiziq bo'lmagan mavzularda ko'p gapirishadi, lekin buni o'zlari sezmay qolishadi. Ba'zilar bor chiroyli nutq bilan emas, shoshib yoki juda uzun tarzda o'z fikrini bayon etishadi. Bu esa yonidagi odamni zeriktiradi. Nutqingiz ustida albatta ishlang, bu ham bir sabab. Va yana bir gap, sizni hayotingiz faqatgina erkak kishidan iborat emas, o'zingizni band qiling. Uydagi super sidr haqida gapirmayapman. Til o'rganing, o'zingizga maqsad qo'ying. Shundagina turmush o'rtog'ingiz sizni eshitmagani uchun xafa bo'lishga vaqtingiz qolmaydi. Ba'zida o'rtada ozgina masofani bo'lgani ham yaxshi. Bu sog'inchga sabab bo'la oladi. Ran opa, erimdan mehr kutib umrim o'tyapti. Umuman men bilan ishi yo'q. To'yimizni birinchi kunidan beri shu holat. Keyin bilsam, bolaligidan xarakteri shunaqa ekan. Lekin men ham ayolman-ku. Nima qilay? Azizam, har bir inson o'zida bor narsani beradi olamga. O'zida yo'q narsani qayerdan bersin? Shuning uchun eringizda mehr yo'qligini erim yomon deb hisoblamang. Ehtimol biz buni bolaligini bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Balki u mehr ko'rmagandir, sevilish qanday bo'lishini his etmagandir. Xullas, taxmin ko'p, lekin sabab bitta. O'zingizga savol bering, undan ko'ra nimaga aynan sizga bu vaziyat berildi? Albatta bejiz emas, to'g'rimi? Balkim erkakka mehr qanday bo'lishi kerak ekanligini siz o'rgatishingiz kerakdir. Balkim yaratgan siz orqali uni mehrga o'rgatmoqchidir. Siz bilan biz bilmaymiz-da bu narsalarni. Biz bu dunyoga nima bersak, bilingki, ana shu narsani olamiz. Mehr kerakmi? Oldin siz bering mehrni. Tanishtiring eringizni mana shu mehr bilan, bu tuyg'u bilan. Totib ko'rsin, uni ta'mi qanday ekanligini o'rgating. Bir insonga mehr berdingizmi, albatta ertaga qaytaradi sizga. Sevgi kerakmi? Seving. Va eng muhimi shartsiz, ya'ni men senga berdim bu mehrni, sen qachon qaytarasan degan kutuvlarni bir chetga olib tashlang. Chunki mehr so'rab olinmaydi-da. Mehr qachonki berasiz, keyin u sizga qaytadi. Birovlar sizni maqtasa g'ururlanmang. Haqorat qilsa ozorlanmang. Kimdir sizni iymonli deb bilsa, kimdir gunohkor deb biladi-ku. Kimdir sizni yaxshi inson deb bilsa, yana kimdir ablah deydi. Chunki sizni asliyatingizni faqat o'zingiz hammadan-da ko'ra yaxshiroq bilasiz. Shunday ekan, o'zganing tanqidi sizni tushkunlikka tushirmasin. Maqtovlardan esa men shunday ekanman deb oyog'ingiz yerdan uzilmasin. Shams Tabriziyning bir iborasi bor. Yagona Alloh ko'rib turib, insonning aybini berkitadi. Insonlar esa ko'zi bilan ko'rmagan aybingizni olamga doston qiladi. Ya'ni mana unim yo'q, bunim yo'q, e'tiborimizni yo'qqa qaraversak, ana o'sha narsalar ko'paysa ko'payib ketadiki, lekin kamaymaydi-da. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu narsalar siz bizga juda ham muhim, azizlar. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nima haqida biz o'ylayapmiz? Stop deyishni o'rgataman men qizlarimizga, o'quvchi qizlarimizga. Negativ xayol keldimi? Stop. Nimani o'ylayapsan? Ana o'shani yo mayli. Mana shu qilig'i yaxshi-yu. Shu qilig'i yaxshi-yu. Shuning uchun ham yaxshi ko'rsam bo'ladi-yu. Alloh mana shu gunohlari uchun kechirgin. Balkim u gunohkor emasdir, u bizni uchun. Chunki biz yomon ko'rgan ana o'sha yomon insonni ham yaxshi taraflari bo'ladi. Uni kimdir yaxshi ko'radi-ku, farzandi yaxshi ko'radi, onasi yaxshi ko'radi, aka-ukalar. Ya'ni siz yomon ko'rsangiz, bu degani butun dunyo unga qarshi, butun dunyo uni yomon ko'radi degani emas. U sizni qarashingiz, u sizni tanlovingiz. Bu inson haqida yaxshi yoki yomon gumonga borishlik. Xo'p. Men sizga hozir tanlovni kuchini ko'rsatyapman xolos. Xohlang, ana o'sha bechora holatda yashang. E'tirozimiz yo'q, hech qanaqa. Bu sizni hayotingiz. Shunchaki vaqti soati kelganda bilgan insondan javobni ham yaxshi talab qilib olishadi, to'g'rimi? Siz mana efirda mana shu gaplarni eshityapsiz. Men Ra'noni senga sayratib qo'yuvdimmi? Biluvdingmi degan savolga keyin qanday javob berasiz? Shuning uchun agar amal qilmasangiz, undan ko'ra
efirni tark etganingiz ma'qulroq azizlar. Chunki agar bilimlarimizni biz bir mana shu kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa, xotirasini to'ldirasiz yoki telefoningizni misol uchun xotirasi to'lib ketadi-yu, xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, qizlar kimga bu yaxshilik kiradigan joylarni to'ldirib qo'ymanglar. Undan ko'ra kirdimi, amalida bajaring. Kirdimi, amalida bajaring. Ana o'shanda siz sekin birinchi sinfdan ikkinchi sinfga, birinchi pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tishni boshlaysiz inshaalloh. Va azizlar, aynan mana shunday bilimlar, mana shunday sizlarga yaxshiliklarni ravo ko'rganim uchun Telegram loyiha Aurani yaratganmiz. Yana bir bor yangi qo'shilganlarga aytib o'taman. Bizni mana shu Telegram botimiz bor. U yerda har kuni shunaqa bilimlarni beraman. Oz-ozdan vaqtingizni ko'p olmagan holatda bizni adminlarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi albatta. Shuning uchun azizlar, hozir kommentariyni ozginaga yoqaman, ba'zilardan keladigan savollarga javob beraman. Dilafruz, agar siz meni eshitayotgan bo'lsangiz, albatta menga kommentariyalarga javob berib turing. Hoppa. Включить kommentariy. Kim qanday anglashlar olyapti qizlar? Men kommentariyni yoqdim. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Kim nimani tushundi hozir, kim nimani tushunmadi. Iltimos nolimaymiz bu efirda, xo'pmi? Bu efirda erim o'qildi, erim xiyonat qildi, qaynonam yomon, kelinim rasvo, qizim tashab ketdi, yigitim tashab ketdi degan gaplarni yozmaylik, xo'pmi? Uning uchun juda ham Instagramda kirsangiz, unaqa kommentariy yozadigan joylar rosa ham